Ha, buni yana eri kelibdimi? Nima uchun bu safar kelganini aytmadingiz? Hamma joyga e'lon qilmadingiz? Ha, qizlarjonlar, mana erim keldilar. Yana birinchisidan grajdanin O'zbekistonda bo'lganlaridan keyin qachon xohlasalar kelib ketadilar. Ikkinchisidan man xotinlari shu yerdaman. O'zlariga позволить qilib biladilar. Nima deysizlar sizlar? Ну вот, ertalabim как обычно Buxoro savdo majmuasiga kelib bir ikkita ishlarimni qildim. Men Sahid Zarafshon, Dildora Hamidovani seminarlarga keldim. Meni taklif qildilar. Menga seminarlar juda ham yoqdi. Seminarda nimalar haqida gapirganlarini hammasini ko'proq Telegram kanalimga joylashtirdim. Keyin kritik kelib yana nimadir ishlarimni qildim va narsalarimni olib erimni uylariga keldim. Erim uxlagan ekanlar. Uyg'otdim va mashinalarni olib birinchi zapravka qildik. Keyin Salom Hayotga keldik. 16 Pro Max telefonlari bor edi. Uni 17 Pro Max ga almashtirdik. Shu yerda video olaman deb qitdi qoldi o'zimni telefonimni sindirishimga. To telefon zagruzka qilishigacha biz ujin qilishga qaror qildik. Menimcha Rossiyadan kelgan odam birinchi bo'lib bizani Buxorocha shashligimizni yeydi. Ilishi faqat meni erimmi. Maza qilib yedik, keyin hammamiz birga aylanishga chiqdik. Minormalga keldik, kino ko'ramiz deb o'yladik, lekin kech qolibmiz. Keyin bitta kofe olib, Salom Hayotga qaytib keldik. Telefon уже zagruzka bo'libdi, yangi telefonchalarni olib uyga keldik. Shu bilan makiyajlarimni o'chirib, uxodlarimni qildim.